Assalomu alaykum hammaga. O'tgan kuni story qo'ygandim. 15 kilovatni qo'yib beruvdik kompressor. Ularga yoqmabdi kompressorimiz. Hozir yechib kutamiz. To'g'rirog'i yechib qo'yishibdi, biz olib ketamiz. Bizning kompressorlar turibdi. Jomidagilar kelib, yangi kompressor qo'yib berishdi. Yaxshiroq kompressor qo'yib berishdi 2,5 mingga. Men 3400 ga bularga yetdim. Ko'ramiz endi bilan kompressor qanaqa ekan, sifati yaxshimi yo'qmi. 1 yil garantiyalari bilan berishibdi. Bularga tayyor qilib berdi ishi. Plastmassalarni biz ulagan edik. Shunda yetishibdi, o'zligini bochkaligiga qo'yishgan, bochkalarni qo'yishgan, biz ham plastmassalarni ulavurishgan bo'ldi. Tayyor. Magistral filtrlarimizga yetish turibdi. Bo'lib kelishgan, kompressor qo'yishgan, bochkani qo'yishgan, ashitl qo'yishgan bo'ldi. Plastmassalarimizni amerikankalarni taqib qo'yishgan bo'ldi. 10 barli split motor ekan. Parolari 13, 16. Buyursin egalariga. Endi biz sekin kompressorlarni olib ketamiz.